namoyishga boraman. Senmi boramsan do'stim? Ezilgan ro'yimga, laxta qon qilingan yuragimga tasalli bo'lsin uchun namoyishga boraman. Hör dunyoda yashab turibmi, hörlikning lazzatini tetiy olmagan, zulm ostidagi xalqning ohu zorlari tufayli erkinligidan mahrum qilingan ko'nglimning dardiga darmon bo'lish uchun namoyishga boraman. Ona vatandagi bo'g'ilnayotgan farzand ruhi, xorinayotgan insoniy sharaf, o'ltirilayotgan iymon va milliy iroda uchun namoyishga boraman. Yepiq tarbiyalash markazida ko'zlaridan yosh o'rniga qon eqayotgan onalarning tog'dek qomati, haqorat va asorat dashnomlari bilan to'kilayotgan otalarning odimiy izzatlari dafsanda qilinayotgan qiz-yigitlarning haqiqiy hurmati uchun namoyishga boraman. Turmalarda odam qalbidan chiqqan vahshiyat bilan ezilayotgan qandoshlarimning noli faryodlari uchun namoyishga boraman. İnsani fazilatdan nasiba olmagan, razillik, vahshilikning quliga aylangan Xitoy otli hayvonlarga xotinlikqa zo'rlanayotgan yosh juvonlarning ko'z yeshi uchun Allah, vatan, millat degan gunohi tufayli jonlari tandan judo qilinayotgan yosh o'g'illarning to'kilgan qonlari uchun namoyishga boraman. Boramanki, o'zim uchun yashagan butun umrimda bir nafas bo'lsin ularning yurak tevishi, qalb sadosi bo'lib vaqirashga yarab baqay bir qitim. Men namoyishga boraman. Chunki bag'rini zulmning qora tumonlari qoplagan, tuproqlari talon-taroj qilinayotgan u vatan mening edi. Nomi tarix betlaridan o'chirilishga boshlagan u millat mening edi. Millat sifatida o'limga mahkum qilingan u mazlum xalq mening edi. Ko'k bayroqdan yiroq tursam, qavmi qarindoshlarim zarbalardan xoli bo'ladi deb o'ylagan edim. Undaq bo'lmadi. Namoyishlarga qatnashmasam, uni vatanga berib kelib tura olayman deb o'ylagan edim. Undaq bo'lmadi. Vatan millatning beshiga kelgan har ne qabohatlarga sukut qilib ko'rmasga silib yashsam, dushman menga yomon ko'z bilan qaramaydi deb o'ylagan edim. Undaqmi bo'lmadi. Uyg'ur bo'lmoq, musulmon bo'lmoqning Sharq Turkiston xalqining gunohiga aylanganligini, bu xalqning millat sifatida o'limga mahkum qilinganligini ko'rmadikmi? Men namoyishga boraman. Barmaslikqa bahonammi yo'q. To'mirimda iqiyotgan qonning hurmatini sundirishga, qalbimdagi iymonning xitoblarini rad qilishga, oxlari palakka tutashgan xalqimning nidolariga quloq yopirishga haqqim yo'q va hech haqqim yo'q. Hech gunohi yo'q bir bechora otam, men Uyg'urdek yashayman deganligi uchun yepiq tarbiyalash markazida xorlanmoqda. Hayotida chivingimi azor berib baxmagan mazlum onam, musulmondek yashash mening burchim deganligi uchun chumbili yirtilib, yepiq tarbiyalash markazida mengisi yuyulmoqda. Umr bo'yi Xitoyning xizmatini qilib kelgan bir tuqqan qarindoshlarim, millatchi ota, radikal onaning farzandlari bo'lganligi uchunla oylardan buyon yepiq tarbiyalash markazida tövbe qilishga majburlanmoqda. Men barmay kim bordi? Men namoyishga boraman. Senmi boramsan ey do'stim? Bugun ya birlashib qutulishning, ya ayrilib yo'qolishning bu so'g'isida turmoqdamiz. Shaxsiy farog'at, sayli sayohat, g'ayvat shikoyat bilan yashaydigan zaman bu emas. Yo'qolayotgan tilimiz, dafsanda qilinayotgan madaniyatimiz, qirg'in qilinayotgan millatimizga ega chiqadigan zaman bu. Yevropa parlamenti oldidagi u 5000 Uyg'urning yurak sadosi orasida bizning ovozimiz bo'lsin. U 5000 Uyg'urning ovozi emas, 25 million Sharq Turkiston xalqining nolisi. Shundaq
Мен намайышқа бармен. Бармысам қандақ ұйғыр бұлай? Қандақ мұсылман бұлай? Қандақ сіге адам бұлай?